TikTok. TikTok. Assalamu alaikum bütün dünyada kırındaşlar. Ben bugün sizlerge tacavuzchi Xitoylarninki TikTok to'g'risida söz qilmoqchi. TikTok hammalar bilganinglardek Amerikada cheklandi. Ammo lekin Amerikadagi ba'zi xalq TikTokning cheklanganligiga qarshi chiqib namoyishlar qildi. Hattoki namoyish qilgan vaqtida shu kommunist Xitoyninki yaloqchilari şu TikTok'tan 2-4 tane pul tapkan ağzı yağlanğanlar dedi ki Amerika xalqininki media tushuncha erkinligiga to'sqinlik qildi deb turib namoyish qildi. Aslida media tushuncha erkinligiga to'sqinlik qilayotgan kommunist tajovuzchi Xitoy. Yani şu TikTok şirketi. Suyumli qarindoshlar, men tacavuzchi Xitoyninki o'zininki TikTok orqali o'ziga qarshi turish uchun TikTokda kommunist Xitoyga qarshi boshdan nurg'unlagan videolarni tarqatgan edim. Tunji qatimliq tarqatgan videosim, ya'ni İstanbul'daki bir mitingda 10 minglarcha odamlarning qarshi so'zlaganimni tunji bo'lib tarqatdim. Tunji qatim tarqatgan videosimning ko'rilish soni 40 mingdan oshgan edi. Şunun bilan men bu buladigan ishken deb kommunist Xitoyga qarshi har qanday ishimni TikTokda resim videolarimni tarqatdim. Ko'radigan kishilarning soni hatto 100 mingdan oshgan edi. Kommunist tajovuzchi Xitoy hemen mening TikTok sahifamni haqida qarindoshlar. Bu yetmedi, keyin qayta ochdim Xitoy bilan qiyishib. Qayta ochgandan keyin hozirgi TikTokda taqiyolmagan bilan qisıtlama deydi qarindoshlar, cheklashib qoldi. Yani mening TikTok'ta tarqatgan videolarimda, resimlerimni ko'pincha insonlar ko'rolmaydi. Faqat 10-20 insonlar bilan cheklandigan qilib qo'ydi. Bo'lmasa, o'xshash shaklda video tarqatayotaman, o'xshash shaklda tashviqot qilib borayotaman. Ammo kommunist Xitoy bizningki tushuncha erkinligimizga, ya'ni media erkinligimizga, internet, sosyal media erkinligimizga to'sqinlik qilib, mening TikTok'imga qisıtlama qilib qo'ydi. Mana mushunga o'xshash bütün dünyada kommunist Xitoy qarshi qandayki video resim bo'lsa, Xitoyniki buni cheklayotganligini, kurilish sonini azaltayotganligini, hattoki mushu Xitoy qarshi TikTokda video resim chekkanlarning TikTokni taqib yutib qo'yganligini menga o'xshash fojia yashayotganlar, TikTokda Xitoyning qarshisiga uchqanlar, hammanglar birma-bir inglizchada dunyoning har xil tilida taqitlangan qarindoshlar. Nomus qilmay kommunist Xitoy Amerika xalqininki tushuncha erkinligiga qarshilik qildi, o'zgarlikka, ya'ni demokratiyaga qarshilik qildi deb tashviqot qilib qo'ydi. Buningga qarshi bo'lib Uyg'urlar kuchli tashviqot qilib berishimiz kerak. Asli bu TikTokni bir Amerikada emas, butun dunyoda cheklash kerak. Buni Turkiya ham cheklaydiganligini ba'zan medialar chiqyapti. Inshaalloh cheklasin. Asli Amerika ham qaysi davlat bo'lsin, TikTok cheklaymiz da'vat qilganlarning maqsadi kommunist Xitoylarninki şu TikTok kullanıcılarınki şahsi, yani şahsi mahsulatını, yani şahsiyetini, özünün telefonlardaki uçturullarını, telefonlardaki resimlerini, telefonlardaki mahfiyetlikini Xitoy o'g'irlamasın deyish orqali TikTok çeklemek için. Çünkü kommunist Xitoy Amerika'daki nurg'unlagan yuqori o'rinlarda ishlaydigan, meclislerde işte vekil bakanlarınki şahsi narsalarini o'g'irlagan qarindoshlar. Hatta ordusidagi mahfiyetliklarni o'g'irlagan. Men TikTok kullanganlarninki hamma narsani, hatta şahsi insonlarnikini o'g'irlagan. Mana mushuning qarshi chiqqan edi. Shuning uchun deydiganim, suyimli qarindoshlar, men bu tajovuzchi Xitoylar mush TikTok orqali telefonimizni o'g'irlamasin deb hech qanday narsa qo'llanmaydigan normal bir telefonni shuni TikTok ochdi qarindoshlar. Maqsadimiz kommunist Xitoyning o'zining qarshi o'zining uyg'unlaması bilan kommunist Xitoyga zarar berish edi. Xuddi nima deydi Uyg'urlarda bir yaxshi so'z bor qarindoshlar. O'zining yig'ida o'zini qo'rish deydigan. Men şu Xitoylarninki ajdodlarimiz o'zining yig'ida o'zini qo'rib kelgachga, biz bu Xitoylarning o'zining yig'ida o'zini qo'rish uchun TikTok qo'llangan edim. Şuna bütün dünyadagi Uyg'urlarimizniki mana mushu Xitoyninki TikTok deb turayotgan, boshqalarninki shaxsiyatini o'g'irlayotgan, boshqalarning shaxsiyati hujum qilayotgan, hatto tushuncha erkinligiga, tashviqot erkin to'sqinlik qilayotganligini bütün dünyadagi Uyg'urlar taqtayli qarindoshlar. Aslında men bu videoni baldo chekishni talab umid qilgan edim.
Amma lekin bunaqa bir vaqtim bo'lmay qoldi, bugun vaqtim chiqdi. Bütün qarindoshlarningki bunaqa sal qaramasligini umid qilaman. Hem Xitoy TikTok tilam emas. Mayli undidarda bo'lsin. Ya'ni Xitoyda chiqqan do'yin, veyin har qanday narsa ishlatganlarningki shaxsiy materialni o'g'irlamoqda. Hem ularningki Xitoy kommunist qarshi har qanday tashviqot bo'lsa cheklamoqda. Hatto chet ellarda undidarga o'xshaydigan yoki bo'lmasa do'yinga o'xshash boshqa qo'llanishni cheklamoqda qarindoshlar. Hatta kommunist Xitoylarda Facebook, Twitterga o'xshaydigan, WhatsAppga o'xshaydigan tashviqot vositalari ishlatilmaydi. Nima? Kommunist Xitoy o'zi boshqalarningki shaxsiy aloqasi, hattoki tashviqotini o'zi cheklab o'tirib qarindoshlar. Bu shuni butun dunyodagi Uyg'urlar keng ko'lamli chal qaramay taqtayli. İnşallah TikTok'ni hem Xitoyning bütün uygulanmalarını bütün dünya çeklemesin. Xitoy bu orqali xalqarodan nurg'ulg'an narsani o'g'irlaydi, ham nurg'ulg'an taraqqiyotlarni cho'rganda o'g'irlab o'rganib oladi qarindoshlar. Shuning uchun kommunist Xitoyningki meli bo'lsin. Meli mana shunday uygulanmasi bo'lsin. Bu kommunist Xitoy modern Chinaga oid har qanday narsaga canimiz bilan, melimiz bilan, vujudimiz bilan, jon dilimiz bilan ummatan bir bo'lib qarshi qarindoshlar. Bütün dünyadaki Uygurlarımni mana bu şuna sal qaramaslikka davet qilaman. Hem bu ulug' Ramazonda ulug' ishlar bilan, yaxshi ishlar bilan o'zaro yordamlashish, hamkorlashish, xayr ihson bilan o'tkazishlarni umid qilaman. Alloh mana bu ulug' Ramazonda bütün Uyg'urimning bilib bilmay qilgan gunohini mag'firat qilaversin. Bütün ummati Muhammadning qilgan gunohlarini kechiraversin. İnşallah bundan burun xato qilgan bo'lsak tuzitib, bundan keyin to'g'ri mashq qilishlar qarindoshlar. Mana bu ulug' Ramazonda adovatimizni jo'yib o'taylik. Bu shu birisi adovat tutib, birisi u yerda, birisi bu yerda turayotgan, ballarning yetim bo'lishga sabab bo'layotgan ayollar mushkunda aptishib olaylik. Do'st yorlar, do'stligimizni tekrar qurib olaylik. Urug' tuqqanlar o'zaro izlashib olaylik. Qarindoshlar, har qandayligi bir Uyg'ur musulmon, tartibdan o'tirda hech qanday narsamiz yo'q. Hatto siyosatchilar bo'lsin, hatta şu ulamolar, ziyolilar bo'lsin, Uyg'urlarda bir kesel var, bay bilan chiqisholmaydigan, mollan bilan chiqisholmaydigan, siyosatchi bilan chiqisholmaydigan, ulamo bilan chiqisholmaydigan, shu qarindoshlar ziyoli chiqisholmaydigan. Mana bu shunday xotim berib, hammamiz bir ön bo'lib, kommunist Xitoy bilan qarshi chiqaylik. Bütün dünyadaki Uygurlarımga birlik ve beraberlik dileyman. İnşallah bir gün bo'lsin burun vatanimizni mustaqil qilish uchun qo'l tutishaylik, birlik harakat qilaylik. Kommunist Xitoyning mana bu TikTok'ini bütün dunyodan barbod qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hech qilmasanglar shuni taqib qo'yinglar.